2200 dollarga bitgan obyektimizga bitta baho berib qo'yinglar. Do'stlar, remontni qaranglar, jiddiy transitsiya bo'lgan bu fasad qismimiz juda ham chiroyli qilib ustalar bitkazib berishibdi. Do'stlar, yaltirashi, blesklariga vahshiy gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bir dondan mana shu chiroyli mehnatga laykni aymasdan bosib qo'yasiz degan umiddaman. Bugun bizlar do'stlar 200 kvadratlik obyekt ekanmiz. 200 kvadratlik obyektni juda ham chiroyli holatda bitkazib berishgan. Ramkalar tayyorlab, ramkalarda ichida mana shu chiroyli trafaritdan do'stlar gullargacha chizib berishgan. Gullarga bitta baho berib qo'yinglar. Do'stlar, yaltirashni ko'ryapsizlar, polirovka va laklargacha qilinadi. Bemalol olqa chiqaringiz bo'ladi. Sizlarning ham fasad qismlaringizni mana shu chiroyli qilib bitkazib berishadi. Usta akalar do'stlar Samarqanddan, lekin mana shu chiroyli xizmatlarni 12 ta viloyat bo'yicha yoritib berishar ekan. Bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Borib xizmatni ko'rsatib, chiroyli narxlarda do'stlar bitkazib berishadi. 11 dollardan bo'lgan 1 kvadrat metr usta haqqi mahsulot hamma narsasi ichida bo'lyapti. Bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. 8 dollardan boshlanib 12 dollargacha xizmatlar. Albatta aloqa chiqinglar, sizlarning ham fasad qismingizni mana shu chiroyli qilib bitkazib beradilar. Uyimda fasad qismini zo'r qilib remont qilaman, lekin yaxshi ustalar qidirib yuribman degan akalar bo'lsa, aynan bu videomiz sizlar uchun do'stlar, bemalol ustalarga aloqa qilsangiz bo'ladi. Sizlarning ham fasad qismingiz mana shu chiroyli zamonaviy fasonlarda bitkazib beriladi.